Onasi yaxshi o'tiribsanmi? Ne qo'rqitasiz? Nafas olib kelmaysizmi? Chuqur nafas oldim, eshitmading. Tinchlikmi nima bo'ldi? Tinch. Oyim bizdan xafalar. Nimaga xafa bo'ladilar? Xizmatlarini qilyapman, ko'ngillariga qarayapman. Yo'q, gap shundaki, ularni bitta katta orzularni biz amalga oshirishga ularga yordam bermayapmiz. Shunday. Qanaqa orzu? Ular, bilasan, qahramon buvijon bo'lmoqchilar. Men ham shu qatorda qahramon dada bo'lmoqchiman. Sen ham qahramon ona bo'lasan. Ya'ni o'g'limiz Odiljonga uka, singil. Bu orzuni amalga oshirishning hech ham iloji yo'q. Nega? Harun aka, o'zi endi o'zimga qaytdim, zo'rg'a ozib oldim. Qo'shingchi qomatim buziladi. Qomating joyida-ku. Asosiysi menga yoqadi. Yana nima kerak tushunmadim. Uni ustiga ishlarim bor. Biznesim zo'r rivojlanib turibdi. Bola meni chalg'itadi, xalaqit qiladi. Qara. Oyimlar farzandlaringga o'zim tarbiya beraman. O'zim kuchim yetadi. Sen ham, xotining ham ovora bo'lmaysizlar, deyaptilar. Bundan foydalanish kerak. Yetmaganiga buvisini tarbiyasini olgan farzand yomon bo'lmaydi.